Derhal berip ustozingga Sindibat ismli bir savdogar kelibdi. Chet eldan mol kelibdi. Setib beraman deydi deb aytdi. Hey, gapimni angladingmi? Ha? Anladım. Ustozim uyda yo'q. Ammo mana narsani sizga berib qo'yishim degandi. O neymiş ya? Men nedim bilay. Unchi marvoyat. Oltin kumush o'g'iti. Bu bir kulrang toshkan qo. Parvardigorim. Ilmi kechikmabdi. Bo'ldi. Ketaylik. Ketemdik. Lekin biz amdili kelgan tursak. Lekin biz dal vaqtida keldik. Afsuski bu yerda tamash qilolmaydigan bo'ldik. Yo'q, ular bu yerda qolsin. Afsuski, ko'ngildagidek o'ynayolmaydigan bo'ldinglar. Agar savdogar bo'lsam, bekmi afsuslanarli ish Men bo'lar. savdogar emas, ammo hamma narsani olaman. Texi pul to'ligim yo'q. Kechirgin. Cho'lam yo'q. Avval baho qo'ymamsa. Chaqchaq qilyapamsa? Bu chaqchaq emas. Sen texi menga no'chilik qilmoqchimi? Men no'chilik qilmoqchi emas, afandi. Faqatla Men degan tekson. Shunqir botur bo'laman. Anglagan bo'g'itding. Hamma melingni topshir. Bizde karşı aldığı adam çıktı. sana cho'lam yo'q dedim ku. Gepimle Allah afka. Bunda konuşkanımız kanlaşmadı. Birodarlar, malni tushiringlar. Ha ha. Başlıkla buyruğu. Malını derhal düşüreyli. Bo'ldi. Yana nima qilsa? Hozir yinida qanchalik pulingda? 40 tanga. Pulni menga ber. Tez bo'l. Sana mübarek bo'lsin, Tekson. Sen bahat alishni obdan bildi ekansan. Hozirdan boshlab sen bu yerning eng boy savdogari bo'lib qolding. Melimizni setib bo'ldik. Meningcha, safarimizni boshlaylik. Ağamcın sınıtınla. Sen de bak. Braderlerin keyfi açık hoş elemez ko. Biroq, men buni xohlamaydim. Qara, bu narsani ko'rib baq. Perverdigari. Bu Tim'nin nesli ko. Bu onun savaq deşi. Kiçik vaxtımızda biz şu taş qarab dərs yatlaydık. Uni ko'rib baqsin. Bu Delmonning savoq teshig'i. Qandaqlar sizning qo'lingizga chiqib qoldi? U meni saqlab o'tibdi. Yana bir parcha xatmi yozibdi. Kentdagi ba'zilar yordamga muhtoj ekan. Uning bu toshni avatishida bizni o'zining turgan yerini izlab bosin demoqchi. Delmo texoyatganda, u shu kentdimikan? Mana bu yerda kentning o'rni aniq ko'rsatilgan. U kent bir orolda, bu yerdan ancha yiroq emas. Hey, bu kimden şursbek asta. Bundak bozbek keçikip yetimiz. Jo'shqin bo'linglar. Biz safarda ketyapmiz. Qiyirqalning gushini sho'rp qilayotganimiz yo'q.
Ha. Qaraganda bu yer kentning bir cheti o'xshaydi. Qadimqi kentkan. Xeyli burunli bu yerda kishilar o'ltiraqlashgan emasmi? Bu gapingiz to'g'ri emas. Men burun bu yerga kelgan. Bundan 2 yil ilgari bu kentda odam bek ko'p edi. Biz izlayotgan kent texijroqda, ovu tarafda. Tez mangayli. Ha, mushi shu. Shamol nereden chiqyotdi? Xali tez. Daraxt yupurmoqlarim midirilmayotdi. Balkim daraxt shoxlariga shamol tegmagan bo'lsa kerak. Uning bilan korimiz bo'lmasin. Tem mushi atrofda turdi. Hiç düşünemedim. Ulan neymiş kaldığımız çıkmaydıgandı. Bilmedim. Hey, biz yo'lovchi. Azroq yeydigan narsa topaylik deb keldik. Mening ismim Sindibat. Bu kentning ismi nima? Musha atrofda bizning bir do'stimiz bor. U mo bizga o'xshash yo'lovchi. Biz Temdiyan'ın müşahede işgalligini bilimiz. O derhal aldığımızga çıksın. Qiziq ish, Mayfel. Biz demonning kimligini bilmaymiz. Sizlar darhol bu yerdan ketinglar. Kirako, yurtdoshlar, biz yot odamlarga bundoq qilsak bo'lmaydi. Shu emasmi? Men kishilarning bu oroldagilarni bakmi mehmon do'stligini ko'p anglagandim. Sizlar bizga mehmon emas. Tez ketinglar. Undaqda bo'ladi. Biroq biz dengizda ko'p yurdik. Menimcha biz bu orolda oz-poz tomosha qilib olsak, qarshi turmaydigansan. Amaliyotda biz qarshi. Amaliyotda jazman tomosha qilamiz. Kirako. Bu yerning odamlariga nim bo'lgandi? Tem qayerdadir? Men bilmayman. Ular bizdan bir ishni yo'shirayotganda qiladi. Biz tarqilaylik. Biraz jip ish topaylik. Kim muş kız bolsa kerak. Qarang, o sizga ishorat qilyapti. Uning iskatiga qarang. Bu yoqqa keling. Ben berib qarab baqay. Bu ishingiz bilan mening imkonim. Tem efendi. Men Sindibat bo'laman. Sizni izlab keldim. Siz Tem emas-ku. Ben Kasandara'nın dadisi. Sen qaysi alvasti? O qara hal kesligi mubtalo bo'lgan. Kentinglarda qarhol kesil taqaldimi? Siz ko'p shurt ko'ygan. Balkim uni qutuldirib qilishingiz mumkin. Hamma bemor shundoq bo'lamdi. Bu bemorning sakratga tushganligining alomati. Menimcha Tem mush atrofda. Uni topmasam bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Bu yerdagilar hammasi mushaylik. Kentdagi yot odamlar bizga aniq. O o'lib qoldi. Bu nim bo'lg'ini? Bir xil qarhol kesili. Hamma yoqni izlab chiqdik. Temni topamidik. Sizlar topdinglarmi? Bizmi topamidik? Ammo yordamga muhtoj bir odamni topdik. Balki u bir odam bo'lsa kerak. Sen sahrolikqa o'xshamaysan. Men mush sahrodan yerlik palvon bo'laman. Sendaklarga tetiyman deb kunda mashq qilyapman. Sen yana ko'proq mashq qilsang bo'g'idek.
Selam usta, uslab qolsanglar bo'g'dak. Sindibat! Tez bu yoqqa o't! Rahmet sana. Ehtiyat qil. Çatı dur. Yani oynap bakay demse, Kriko. Yurttaşlar! Kuralınlarını taşlanlar! Sen neymiş ki bizni öldürmekçi bolsa? Biz ahmaq emas. Sizlar qara hal kesil tarqaldı deb bizni qirg'in qig'ili bu yerga keldinglar. Qoral kesili. Qandaq kesel o? Biz mi bilmeymiz. Gerçi biz bu kichik aralı tursak mı? Başka yurtlarda nurgun g'alit keseller tarqaldı deb anladık. Hemmiz pişneyi var. Ben dünyanın nurgun caylarına bağın. Ben bilemem, o karhal kesili emas. Sehrgarlik. Biz sehrgarlik deganda uqmaymiz. Bu yerda hech kim sehr uqmaydi. Rast mı? Onda olsa, bunu bizga kim evetti? Ha? Çendim. Bizni bir yerga hech kim chillamagan bo'lsa, hozirli bir yerdan ketaylik. To'xtanglar. Aslida men sizlarni avor qilmay degandim. Biroq sehr afsuni qandoq yo'qotishni bilamidik. Ağzını ufratma. Ularning ketimiz degandan qaraganda bu tam shularning ishi. Tam? Nemi tam o? Bunda qilsang zodil bo'lmaydi. Biz nurg'un amal qilib boqdik. Bu yerda haqiqatan bir tam bor ekan. Odam kiralaydi ekan. Ammo chiqilib bo'lmaydi, hech kim chiqolmaydi. Bu tam kentimizni qo'rshib oldi. Ondaqda biz ketamayotganmizda. Bu hergiz yaxshilikning alomati emas. Ha? O'qya o'tib ketdi. Menimcha bu tamning egizligi 5 kez keladigan. Dermot uchib o'ssin. Qarab baqayli. Hojati yo'q. Menimcha men buni bir amal qila olishim mumkin. Hammanglar jiroq turinglar. Men bu tamdan tuyish qachay. O sehrgarlikni biladi. Qaraganda bu amal aplashmidi. Sen 5 kez dedin mi? Çatak yok Sindibat. Bir qancha saat kışı bizni saqlab turinglar. Yonga! Endi menga aytib beralamsizlar. Biz yo'lda bir kentdan o'tdik. Uy imoratlar vayron bo'lib, odamlar g'oyib bo'lib ketgan ekan. Asit kentda, mushu orolning neri chetida. U kentni vayron qilgan ablah. Hamda sizlarning kantinglarga kelgan o'xshamamdi. Malasko. O'tgan hafta u kentga sen borganding. Sen qaytib kelgandan beri kentimizdimi chataq chiqyapti. U alvasdan cho'qim sen boshlab kelgan o'xshaysan. Bo'ldi. Hozircha bu gapni talashmaylik. Qara. Do'stim Boros bir amal qilib ko'pchilik yordam qilay deyotdi. Ko'pchilik darhol uyinglarga qaytib, qimmatbaho narsalarni yig'ishtiringlar. Biz bu kentdan darhol ketishimiz kerak. Bu tamda yo'q chiqpam yo'q. Men bir tekshirib baqay. Bu tamda yo'q chiq yo'q ekan. Men tekshirib chiqqandan keyin yilqi kitobni ko'rib baqdim.
Temdiyam efendim, bunundan 500 yıl ilgiri bazı kentlerini görülmez tamla qorşuvagandan keyin, o kentlerin gayip bolganligini aytipdi. Shuncha kang taqilibdi. Bu kentdagi uylarni sizmi ko'rdingiz? Mana endi hammasi vayron bo'libdi. Borisning aytishicha, bu yer necha yil ilgari bekma avatgandik. Texe neçki ilgirlan aydı yaxşıdı. Ben sileni ahvar qılmay degendim. Keçirinla, kentkiler beni Ast kentinden hilqi alvasını ekeldin davatıdı. Bu mümkün mü? Bu mümkün emas. Bu ehtimalga yaqin. Aslida men chiqib yurt ko'rib kelay degandim. Biroq men Ast kentiga borganimda kishilarga burunli kasal tegishga boshlabdi ekan. Shu men darhol bu kentga qochib keldim. Endi yana qorshov ichida qoldim. Hammamiz qorshov ichida qoldik. Balkim Bilosning so'zi o'rinli bo'lsa kerak. U meni o'ldirib ko'pchilikning hayotini qutuldirib qolg'ili bo'ladi degandi. Balkim shunday bo'lishi mumkin. Biz aldirab umidni uzib o'tmaylik. Ammo sizning o'zingizni qurbon qilish ruhingizni taqdirlashga arziydi. Men Borisning bir amal qilib ko'pchilikni qutqizib chiqishiga ishonaman. Bildim ayli. Biz kentning atrofini aylanib kelamiz. Milasko, bu chiqir yo'l Zo'ayga boramdi. Shundoq. Balkim Mushiyadan chiqib ketgili bo'la. Man qara. Mening sizlarni avvar qilg'im yo'q. Meningchi sizlar avval meni turinglar. Milasko, meningchi siz doim boshqalarning g'amini qildi ekansiz. Kechirgin. Men sizlarni avvar qilmay deyman. Milasko, siz o kentda nimalarni ko'rdingiz? Bak qo'rqinchliq. U odamlar qorong'i tushish bilanla g'oyib bo'lib ketar ekan. Nima sababligini bilamadim. Bu qandoq sehrgarlik? Bu degan munofiq sehrgarlik. Tez bulunlar. Bu bekmi g'alati absunkan. Shuni deyman. Bu daraxt shoxlari hadab sizning beshingizga tushyotidi. Sizlar nega bordinglar? Kichkina ovorsliq yo'liqdiq. Tayyor bo'ldinglarmi? Hammamiz tayyor. Men bir katapult yasadim. Biz shuning bilan chiqib ketalaymiz. Sinoq o'ngishliq bo'lsa, ronga birinchi bo'lib chiqishga ma'qul bo'ldi. Kuttiribsan-da. Çatak yo'q, men barliq kirliklarni yig'ib, sagan chuchdak bir narsa yasadim. Uning odam yagi paxtadek yumshoq tushidi. O'xyan ag'ash ketib, u yoqqa o'tganda, sagan chuchukni o'xya orqali bu yoqqa o'tkazib ikkinchi odamga berdi. Undaqda bo'ladi. Sinab baqayli. Sen menga yordamlashib, tashqachlangan kupni katapultga bosqin. Ko'pchilik jiroq turinglar. Bu qandoq gap? Men boya atgan o'xya dal Mushiyadan o'tib ketgan emasmi? Qaraganda o biz yasagan narsani bilib qapti. Sho'ng tam yana xiril egizlab ketibdi. Demek Epsun'un sizin bakende. Qarang'i tushay deb qoldi. Biz endi küp tashqachilab bu tamning egizligini qayta o'lchashga ulgurmaydigan bo'ldik. Biroq atiga saqlasak bo'lmaydi. Boya yana 3 odam g'oyib bo'lib ketdi. Yana bir sinab baqayli. Bu qitim men chiqay, shu chaqda raqibimizni obdanroq tushunalaymiz. Mayfe. Tez bo'ling. Bir tamning egizligini o'lchab kel. Ehtiyot qil. Bu tamning egizligi zodi qanchlikdir? Boris. Qandaq? Ben tek onu tapamayotdim. Ben onu gördüm. O uçup xeyli jiraqlab ketibdi. O tamni bo'ylab uchyotdi.
Telefonga qaramadingizmi? Zodi nima ish bo'ldi? Dermot o yo'qolib ketdi. Sen nimani ko'rding? Men sizni avar qilishni o'ylamagandim. Siz uchun Dermotning intayin muhimligini bilaman. Lekin Gapingizni tushundim. Men ehtiyot qilishim kerak edi. Mayfel, biz nihoyat zo'r besimga duch keldik. Ammo bir amal qilib bu afsunni yo'qotishimiz kerak. Bu afsun emas. Afsun emasmi? Amaliyotda u bir hayvon. Temdiyam efendim, sizga Forgunning gapini qilib berdimi? Forgun? Yo'q. Forgun degan bu hayvon maxsus odamlarning jilligini sho'rab yeydi ekan. Biroq bu afsonada. U men uchun bir dars. Afsuski dastlabda uning ancha eran qilmay, bu ish uning bilan munosabatsiz deb o'ylabdi ekanman. Biroq bu yerda unda hayvon yo'q-ku. Jazman bor. Bu teyin 5 kun ilgari Aset kentiga borgan ekan. U kentda birmi odamni ko'mabdi. Faqat bir g'alati maxluqning kechida u ham bu yog'iga minib yurganligini ko'ribdi. Endi esimga keldi. Odamlarning g'oyib bo'lishi Forgunning dam tortishi bilan bo'ladi ekan. To'g'ri, izdiraksiz yo'qoldi. Mayfel. Bu kentdagi odamlarning g'oyib bo'lishi bundan 500 yil ilgari, yo'q, 20 yil ilgari yuz bergan bo'lsa, agar u bo'lmasa, yana boshqa nima bo'lishi mumkin? To'g'ri, bir hayvonning bundoq uzoq hatto bir necha yuz yil yashalishi asli mumkin emas. agar u menga o'lmaydigan hayvon bo'lsa-chi, Tem apandi Forgunni menga o'lmaydi degan. Odamlar uni yem bo'lib berdi. To'g'ri. To'g'ri dedingiz. Biz uni topdik. U jazman Forgun. Sening yordamingga rahmat. Mayfel. Tem apandi Uni qo'yib bermasam bo'pti ekan. Men xato qildim. men sizni shunday qildik. Uning ustiga Dermot bizning bir a'zoy emas. U o'zining nima qilish kerakligini biladi. Ko'nglingizni bek yerim qilmang. Hammamizning xatolik sodir qilgan vaqtimiz bo'ladi. Siz azaldan bunda. Bu nima deganingiz? Meni Tem apandidan shundoq oson voz kechdi demsiz? Men kema boshlig'i bo'lib, shuncha ko'p do'stlarimdan ayrildim. Meni ularni o'ylamaydi demsiz? Ba'zi ishlarning taraqqiyoti ko'pincha odamning irodasiga boqmaydi. Shunga biz o'zimizga Heliq tiyin uning qiyofatini deb berdimi? U yilqi maxluqqa yiqilishamabdi. U vaqt bek qorong'u ekan. Qorong'u? Mana miyad ekan. Zulmatdan opirida bo'lgan hayvonot ichida birla Forgun kechida harakat qiladi. U faqat kechida harakat qiladi ekan. Bu hech nimani tushuntirib beramaydi. Bo'pti, oxirini ko'rib boqay. Kunduzi u odam badaniga yushirinib oldida hamda u yon bu yon ko'chib yuriydi. To'g'ri. Milasko. Aset kentida Forgun uning teniga kirib olgan. Yo'q! Ronga ikimiz qanday qo'lavatatdik. Qo'lab mushunchilik qilganda u to'xtab qolmadi. U yana qo'lavatatdi. Uning nima bo'ldi? Yo'qolib ketdi. O'lib qoldi. Ablah Milasko, buning hammasi uchun bedel to'laydi. U ablah degan bir hayvon. Hay,
Ne bo'ldi? Dermotgan. Dermot texoyatgan. Mayfer, biz ishonamiz. Dermot mangu biz bilan birga. Bu yerdikan. Xudoyim sizni o'z panohida saqlamay. Va'dangizni ep tashlang. Didoringizni men bir ko'zdim. Qani. Dermot! Ronga! Tem o odamlarning g'oyib bo'lishi bilan o'lib ketmaydi. Toki Forgun hamma odamni yalmab yetib etib, boshqa joyga yo'tkilib ketganga qadar u tirik turdi degan edi. Men texu odamlar ularni unutib ketibdi deb o'ylagandim. Ko'rdinglarmi? Ular texu hayotga. Biz ularni tezroq Ular qutqarib turgan yerni asqir bo'lamdi. Bu qo'limdan kelmaydi. Ularni qanday qutuldirg'ili bo'ladi? Avval Absuni yo'qotish kerak. Eng yaxshi chora Absun o'qigan odamni o'ldirib yetish kerak. Bu odam dal Milasko, darhol Dobatni tepish kerak. Kassandra, dadingiz ham boshqalarni qutuldirishning amalini topdik. Anladinglarmi? Biz qutuldiramiz deb chaqirmadik. Biz endi boshqalarni saqlamaylik. Oh, ya Rabbi. Birisini oldin harakat boshlaganligi noiti aniq. Bechara Milasko. Bu Milasko emas bo'lishi mumkin. Epson yo'qotilgan o'xshaydi. Biroq Forgun Milasko bo'lmasa u kimdi? Bağlışımenki. Man helik taşını evetken adam. Forgon'un izlergini cezmen bildi. Sen de bat, tek hiç düşünmediniz mi? Sizge hiç kim taşı evetmedi. Bu yerde hiçbir sihirgar mı yok? O taşın cezmen. Forgon öz evetken buluş mümkün. Nime? Nime üçün? Men qandaq bilay? Anglışımca Milasko ölüptü. Bu adam kentkilerini kutuldurup kaldı. Biroq men uninga ancha ishonmayman. Sizlar nima qilyapsizlar? Bu sehri ishlatib tamda bir teshik ochmoqchi. Bu amalga oshamdi. Hozir istek oshmadi. Ay, Mayfer. Siz quvvatingizni bekor qilib isrof qilyapsiz. Forgonni izlab yurgunimizdan o'zi haqiqiy isrofchilik bo'ladi. Uning sehri kuchini sal qarashga bo'lmaydi. Mayfer. Bo'ldi, sehri qilmang. Men tushga ichib ularni qutuldirib chiqaman. Mayfer. Forgon ularni hargiz qo'yib etmaydi. U odamlarni davomli yutib ketyapti. Forgon hamma odamlar jiligini sho'rab tugitdi. Shuning bilan o'z quvvatini kuchaytirdi. Shu orqali sizning hujumingizni to'sib qoladi. Boros! Yo'q. Men zodinim qilib qo'ydim. Mayfer. Mayfel, bizning oxirgi umidimizdi. Sancho, Chatoq yo'qdi. ko'zi qorong'ushib ketyapti. Men obdan qara. Sen kelsan bo'lmaydi, Do'bat. Endi menga kim yordam qiladi? Hech vaqtasi yo'q, ukam. Bu alomatdan hamon bir kun kelganligini bilishing kerak. Neymiş ki meni yalnız tashlab ketsa? Qaraganda sana Alvastı'nın boshqa plani bor o'xshaydi. Xayr, xo'sh. Obdan, ukam.
Qarang'i tushay deb qoldi. O'tinib qolay Do'bat. Menga yordam qilgin. Seni furgon desam bo'lamdi qandaq? ixtiyoring. Ben onu qag'il tas qopdiman. Men seni ko'ydirib, dafn qilishga tayyorlik qilyapman. Bu ot meni ko'ydiremaydi. Meni hech narsa yo'qotmaydi. Men yashayotgani necha 100 yil bo'ldi. Sen kishilarning jini zamin bo'lib yashayotsa, sen o'zingga taalluq bo'lmagan narsani alding. Kim shunday qilmaydi ekan? Ammo men nurg'un ruhlarni jutayotgan bo'lsam-mu, shu topda bir yangi tanga erishishni xohlayman. Tushundingmi? So'ng meni oxirgi qoldirdi. Sen mening tenimga erishmoqchi o. Shundaqmi? Mening senda quraydak odamga erishmoqchi bo'lganligimni qandoq bilasan? Chunki mening kemam dunyoning har qanday yeriga borgan. Har qanday portkilar mening qadimimdan gumonlanmaydi. To'g'ri, men Yunonistonga berishni bakmi xohlayman. Anglashimcha, u insoniyat madaniyati obrida bo'lgan joy ekan. Men shu yerga borsam, bo'g'idak. Menimcha bo'g'idak ish seni o'ltirish. To'g'ri aytding Sindibat. Agar sening için kirib olgan bo'lsam, ajoyib xo'sh bo'ladi. Shunga sana chekilmadim. Biroq men sendek olvostiga rahim qilmayman. Yaxshi. Haqiqatan yomon ekansan. Qiyofatlaring mo'lkan. Bu kompang yaraydi. Qani, o'yining tugidimi? O'yinimizni o'sha yerda oxirlashtirsak bo'larmikin? Endi jinonimi oladigan payt keldi. Bo'pti. Sen yanding. Perverdigarım. Nima chisat nima bu? Tek qarang'i tushmadi-ku. Sen faqat kechidildi asling kelading. Bunda qilsang, kun nuri jiningni olmamdi. Hammamiz kun nurining ziynidan saqlanishimiz kerak. Sen midirlama, sen hech qanday og'riqni sezmaysan. O't yolqini meni hech nima qilolmaydi. Men sana aytdim-ku, o't yolqini menga ziyon zahmat yetkazolmaydi. Ammo o't meni ko'ydiralaydi. Hech bo'lmaganda sen menga erishamaysan. Sen eng yaxshisi bu planingdan voz kech. Amaliyotda bu ikkinchi planim. Ben avval birinchi planimni ishga solaman. Ablah Sindibat, sen bunun için qilib bedel to'laysan. Bu tağır bilen meni tutib qololmaysan. Sen endi mening ilkimga o'tsan. Hilali bir taraf qilingan axlat bu.
Meningcha masalani xato tushunib qoptiman. O'lim girdobidagi kechirmishlar bakmi ahamiyatli. Kirek. To'g'ri, shu topda xilla yengillab qoldim. Men sizlarga omad tilayman. Temni tezroq topqaysizlar. Dadamni qutulurg'iningz uchun rahmat. O sizdan bek rozi bo'lgandek qiladi. Birsi meni so'yib qo'ydi. Bundan keyin undaqlar texmi ko'p chiqadi. Hamma ishning joyiga tushgani yaxshi bo'ldi. Xeyr-xo'sh! Nima o'ylayapsiz? Men shu chog'dagi ta'siratimni o'ylayaptim. Menimcha biz temni topdik-ku deyman. Bizda undaq ta'sirotlar yana bo'lib turdi. Mayfel, mang ishini.